Sizning navbat raqamingiz bir aloqada qolganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Oliy ta'lim vazirligi bog'landi eshitaman. Salomatmisiz? Rahmat, oliy ta'lim eshitaman. Xo'p, qisqasi savolim nodavlat universitetdan davlat universitetiga o'qishini ko'chirmoqchi bo'lgan nomzodlar uchun imtihonda ro'yxatdan o'tish davomida xuddi abituriyentlar singari imtiyoz, ya'ni boquvchisini yo'qotgan. Qo'llanilmaydi. Hech qaysisi yo'q, umuman. Hech qaysi qo'llanilmaydi. Nogironligi bo'yicha ham, ijtimoiy himoyaga muhtojligi bo'yicha ham, sertifikatlar bo'yicha ham imtiyozlar faqat abituriyent sifatida davlat ta'lim muassasalariga hujjat topshirganda amal qiladi. O'qishni ko'chirishda faqat test ishlab chiqib, o'tish ballini to'plasagina qabul qilinadi. Keyin filologiya va tillar o'qitish, arab tili, nemis tili, fransuz, turk shunaqa tillarda o'zini tili bo'yicha imtihon bo'lishi mumkin-ku, o'sha nemis tilida tushishi mumkin-ku imtihonda savollari. O'shanday holatda perevod qilayotgan paytda ham yana xuddi shunaqa bo'ladimi yoki ingliz tilidan tushadimi? Xuddi shunday bo'ladi. Hurmatli fuqaro, bakalavrda nima bo'lgan bo'lsa, agar misol uchun birinchi blogida ijodiy imtihon bo'lgan bo'lsa, ijodiy bo'ladi. Birinchi blogida arab tili bo'lgan bo'lsa, arab tili bo'ladi. Bakalavrda qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni masalan, ular ikkinchi kurs bo'ldi, ko'chirmoqchi. O'tgan yilgi birinchi kurslar bilim va malakalarni baholash agentligidan qaysi fanlar majmuasi bo'yicha testlarda yoki ijodiy imtihonlarda qatnashgan bo'lsa, xuddi shunday tartibda bo'ladi. Shuni siz menga aniqini ayta olasizmi? Ya'ni qaysi fanlardagi o'z mana shu filologiya tillar o'qitish qaysi fan bo'lsa, qaysi til bo'lsa, o'sha tilda imtihon bo'ladi degan narsani. Xo'p. O'qishga kirgan yili nechinchi yil? 2024-2025 o'quv yil. Xo'p. Diqqat bilan quloq soling unda. Internetga kirasiz, fanlar majmuasi 2024-2025 deb berasiz. Google dan qidirsangiz chiqadi. 2024-2025 yilda o'sha endi kim uchun so'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun so'rayotgan bo'lsangiz, sizning yo'nalishingiz bo'yicha davlat ta'lim muassasalarida kirish imtihonlari, fanlar majmuasi qanday bo'lgan bo'lsa, sizga ham xuddi shundan bo'ladi. Tushunarli. Demak, xohlagan yo'nalishdagi shundan topaverasiz demoqchisiz. Xuddi shunday. Keyin yana bitta savol oxirgisi. Xususiy universitetlarda ichki qonun tartib qoidalari O'zbekistonda qonun tartib qoidalariga to'g'ri kelmaydigan holatda bo'lsa ham, uni ichki qonun qilib olishi haqlimi yoki haqsizmi? Xo'p, aynan nima masaladaligini aytmasangiz javob bera olmayman. Qarang. Qisqasi nomini aytmayman, bitta xususiy universitet talabalarni qabul qilgan paytda ularni qisman universitetda ushlab qolish uchun grant, imtiyoz, qanaqadir yengillik qilib bergan kontrakt summasidan. Va o'sha masalan birinchi kurs kontrakt summasi 30 millionga yaqin bo'lyapti-da, uni endi grant sifatida, imtiyoz sifatida yarmini tushirib tashlayapti, ya'ni 15-14-15 million qilib beryapti-da. Endi yil oxirida sentyabrdan maygacha o'qigan nomzod mayda nima qilmoqchi? Perevod qilmoqchi. Perevod qilgandan keyin o'shanda qolgan pulni to'laysan deb talab qo'yishi shunaqa. Haqlimi bu narsa? Qonuniy bo'ladi, to'g'ri, Chunki ta'lim muassasasi talaba uchun ajratilgan va u moliyaviy mustaqil bo'lganligi uchun talaba o'z xohishi bilan o'qishimni to'xtataman, boshqa joyga o'tkazaman deydigan bo'lsa, uni qayta to'lashga haqli. To'liq to'lashga, o'shani to'liq to'latadi. Shunday. To'liq to'latadi. Misol uchun 30 millionda 15 millionni to'lab 50% grant olgan bo'lsa, davom ettirmoqchi bo'lmasa, o'sha qolgan 50%ni ham to'lab qo'yib, keyin boshqa universitetga o'tib ketishi mumkin. Bu qonuniy talab. Agar shu narsa birinchi kursda boring shunaqa o'qidida talaba endi o'tolmadi. Ikkinchi kursda endi unaqa stipendiya olmadi deylik yoki imtiyoz olmadida, ikkinchi kursda o'sha to'liq summani to'lab turib, ikkinchi kursda mayga kelganda ular o'sha sessiyalardan keyin birinchi kursdagini 50%ni to'laydi, ikkinchi kursga o'zi 100% to'laganligi uchun ikkinchi kurs uchun to'lov qilmaydi. Birinchi kursdagi ham yana amal qilaveradimi? Amal qilaveradi. Вообще bu anaqa universitet o'zini talabasi uchun joriy qilgan. U talaba u yerda o'qishni davom ettirmayaptimi? U qaytarishga to'g'ri keladi.
Men aytmoqchi bo'lganimki, u birinchi yildagi qolib ketavermaydimi demoqchi edimda. Yo'q, qolib ketmaydi, hurmatli fuqaro. Faqat davlat granti oldin 4 yilga, hozir 1 yilga beriladi, u qaytarilmaydi. Lekin nodavlat ta'lim muassasalari moliyaviy akademik mustaqil, buni ular shartnomasida ham ko'rsatib o'tgan. Agar talaba o'z xohishi bilan boshqa joyda davom ettirmoqchi bo'lsa, u summa qaytariladi. Aha. Bu bo'yicha hech kimga murojaat qilsa ham baribir hal qilib bera olmaydi. Murojaat qilish fuqarolik huquqingiz. Lekin ular buni ko'rsatib o'tgan bo'lsa, hech qanday natijaga erishmaydi. Endi boshida hamma narsani roziligi bilan tanishib chiqib turib ular kirganda universitetga, to'g'rimi? Shu taraflama ham. Xuddi shunday. Shartnoma ikki tomonlama tuzilgan. Misol uchun, 3-tomonda oliy ta'lim bo'lmagan. Universitet bilan fuqaroning o'rtasida tuzilgan va fuqaro shu shartlarga rozi bo'lgan. Menimcha o'qimagan ham to'liq. Tushunarli. O'qisam bo'ldi, 50% grant olarkanman deb qo'l qo'yib beravergan. O'sha narsa juda ko'p, masalan, oxirigacha yetmasdan yoki tushunib anglamasdan turib, o'sha narsa odamni salani unaqa manipulyatsiya deysizmi, o'ziga tortib ketganda qolgan narsaga e'tibor qaratmagan. Endi nodavlat universitetlar shunday qilib talabani o'ziga jalb qilgan aksariyat holatlarda, lekin o'qisam bo'ldi degan tushuncha abituriyentlarda, talabalarda bor va ota-onalar ay bolam boshqadan kam bo'lmasin, o'qisin deb bolasini ko'ngliga qarab ota-onalar ham e'tibor bermaydi. Keyin o'zi umuman olib qaraganda, agar bunaqa narsalar bo'lmasa, boringki shu to'liq to'lash yoki boshqa narsa, o'zini summasini to'lab, masalan 17-18 million o'rta hisobdagi nodavlat universitetlari kontrakti bo'ladigan bo'lsa, boshqa holatda biz sizlarga o'sha transkripsiya baholarini chiqarib bermaymiz deyishga, lekin haqqi yo'q, hech qaysisi. Haqqi bor. Nima sababdan? Chunki ta'lim muassasa, aytyapman, moliyaviy akademik mustaqil. Ta'lim muassasa talabani qarzdorligi yopilmaguncha, yo'q, qarzdorligini aytyapman. To'liq to'ladi, lekin shunda ham qo'yib yuborgisi kelmaydi-ku. O'sha holatda unga haqqi yo'q. Agar hech qanday qarzi bo'lmasa, haqqi yo'q. Agar u ham shartnomada ko'rsatilib o'tmagan bo'lsa, chunki ba'zi bir ta'lim muassasalari 4 yil boshqa joyga ko'chirmayman degan bandni ham kiritib ketgan. Tushunarli. Ularda mana shunaqa huquqiy himoyasini kim qiladi? Davlat bilan shartnoma, o'sha universitet davlat bilan shartnoma qilayotganda, universitet ochilayotgan paytda, demak, u narsa hammasi tasdiqlanar ekanda boshida. Hammasi tasdiqlanadi, ha? Tushunarli. Voy. Chunki bu majburiy ta'lim emas, hurmatli fuqaro, bu ixtiyoriy ta'lim. Va bunga maktabda qo'yiladigan talab, 11 yil o'qilish shart deyilgan talab yo'q. Yo'q, hali unaqa 4 yil faqat shu universitetda o'qiladi degan narsani eshitmadiku, lekin bu undan keyin o'ylanib qoldim. Faoliyatimiz davomida bunday murojaatlar ham bo'lgan. Davlatnikida yo'q, lekin nodavlatlarda har xil holatlar mana 5-6 tasini keyin litsenziyasi bekor ham bo'lib ketdi. Uni eshitdim. Universitetlarda naqasi. Tushunarli. Keyin davlat universitetiga o'tishda faqat qizlarga ikkita holatda ruxsat berilar edi. Meni eshitishimda, o'sha bilishim bo'yicha, turmushga chiqishi yoki harbiy xizmat vakilini ayoli bo'lsa, shu ikkita tarafida. Boshqa holatda umuman ko'chirib bo'lmaydi. Shunaqami? Meni eshityapsizmi, Alo? Eshityapman. Boshqa holatda ko'chirish hali ham mavjud emas-a? Mavjud emas. Vazirlar Mahkamasining 578-qarori bo'yicha faqat ikkita sabab bilan ko'chirish mumkin. Faqat bitta narsaga to'g'rilash, tushuntirish bermoqchiman. Bu yerda qiz bola degan so'z umuman ishlatilmagan. Talabaga nisbatan, ya'ni bu o'g'il bola ham bo'lishi mumkin. Misol uchun o'g'il bola ham Toshkentda o'qiydi, Toshkentda doimiy yashaydi, lekin farg'onalik qizga uylanib Farg'onaga ko'chib ketsa, o'qishini Farg'onaga ko'chirish mumkin. Yoki bo'lmasa turmush o'rtog'ini ishi respublikani boshqa hududiga o'tgan erkak kishi, endi yigit kishi, u ham xotinini doimiy ishi o'zgarganligi uchun, davlat ishi o'zgarganligi uchun o'sha nima deydi, o'sha hududga o'qishini ko'chirishi mumkin. U yerda qiz bola deb yozilmagan, talaba deyilgan. Demak, men ozgina o'zimga to'g'rilab tushunibman. Aytmoqchi bo'lganimki, bizda masalan universitetdagi holatda o'sha qizlar keladi, ko'p holatda o'sha
turmushga chiqayotgan viloyatiga yokida o'zini viloyati Toshkentda bo'lib turib, o'zini viloyatiga turmushga chiqadi, katta ehtimol bilan o'sha yerga ko'chirib ketishda ko'proq Endi o'zbekchilikda hech qachon kuyov qizlikka borib yashamaydi. shunaqa. Keyin O'zbekchilikda uni nomi juda xunuk eshitiladi. Shuning uchun lekin aslida bu qaror qiz bola uchun deb chiqarilmagan, talabaga. Talaba u qiz bola ham, o'g'il bola ham, yoshi katta, yoshi kichkina ham bo'lishi mumkin. davlat rasmiy ish joyidan shunda qanaqadir hujjat kerak ham bo'ladi-da, dalolatnoma, to'g'rimi o'sha? Albatta, davlat ishxonasida ishlasa, eng yuqori turuvchi tashkiloti, misol uchun maktabda ishlasa, maktab ta'limi vaziridan yoki vazirning birinchi o'rinbosaridan tavsiya xati olish kerak bo'ladi. Ishxonadan olgani, ishxona direktoridan olgani o'tmaydi. Tushunarli. Lekin masalan men hozir o'zim Jahon tillarida o'qisam, o'zim Farg'onadanman. Boringki, Farg'ona yokida Qidiq, Qo'qon davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lsam, hech qanaqa sababsiz student ishlamaydi-ku, o'ta olmayman, to'g'rimi? O'tolmaysiz. Hatto farg'onalik qizga uylansangiz ham sizni yashash manzilingiz o'zgarmaganligi uchun siz o'qishingizni ko'chira olmaysiz. Ha, yashash manzili, propiska. Bo'ldi, propiska. Tushunarli.